Uncha seriozno akalarni lyubimchigi bo'lgan Kia K8 mashinasi o'zi xarakter jihatdan derski hisoblanadi. Bu mashinaga ko'rinishini ham o'ta derski holatga olib kelib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ketdi. Mashinaga qilingan ishlarni birin-ketin ko'ramiz. Kia yozuvlarini ko'rishingiz mumkin. Abisovkadan toshlari hammasi nikkel bo'ladi, qoraga qilib berganmiz. Xo'p, farasiga отдельно to'xtalamiz. Qorayadigan xameleon plyonkalardan qilganmiz, даже tumankalariga. Diskasiga alohida to'xtalamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham derski vid berib turibdi. Black piano bo'lgan. Nikkel detallari hammasi qoraygan. Oyna chetidagi hamma nikkel detallari ham bir tekisda qoraygan. Даже mamutlari ham qoraygan. Orqa detallariga keladigan bo'lsak, orqa faralarini ham qora burun plyonkalardan qilib berganmiz, даже tumankalarigacha. Orqa nasatkalari har bitta elementlarini, nikkel detal elementlarini bir boshidan black pianoga qilib berganmiz. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Mashinaga 1 dan 10 gacha baho berib o'tinglar. Videoni kimga jo'natib qo'yishni bilasizlar. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, bemalol Universal Tuningga murojaat qilaveringlar.